Hammaga assalomu alaykum. Kech bo'lishiga qaramay, xudo xolisa bizning tayyor mashinalarimiz BYD Tang bu mashinamizda qilingan ishlar. Oldi orqa kalotkalari almashdi. Yangi Brembo original o'zining kalotkalarini taqib berdi. Orqa balonda qo'zg'alganda chiqillagan dovush bor edi. Granata bo'lib chiqdi. Xudo xolisa granatalarini yechib, smashkalarini qilib, xudo xolisa joy-joyiga taqib berdi. Ideal darajada chiqdi mashinamiz. Bu mashinamizda BYD Champion mashinamizni konditsioner bilan muammo bor edi. Hokim freon urdirgan ekanlar. Ma'lum bir vaqtdan keyin konditsioner yana muzlatmay qo'ygan. Xudo xolisa mashinamiz bitta egalarni kutib turibdi. Ko'pchilik Championda bo'ladigan muammo aynan mana shu trubkalarni salnigidan freon qo'yib yuboradi. Xudo xolisa yangi salniklarni qo'ydi. Konditsionerlarni zapravka qilib berdi. Mashinamiz tayyor. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Hammalarni kutib qolamiz. Sog' bo'linglar.